O'tkir Hoshimov atoqli o'zbek adibi, O'zbekiston xalq yozuvchisi va yirik jamoat arbobi bo'lib, o'zining lirik va ijtimoiy-psixologik asarlari bilan o'zbek adabiyoti xazinasiga ulkan hissa qo'shgan adibdir. Uning asarlari inson qalbi qatlamlarini teran yoritilishi, ona siymosiga bo'lgan cheksiz ehtirom va urush davri fojialarini bor bo'yi bilan ko'rsatib bera olganligi bilan ajralib turadi. Adibning asarlari samimiyligi, tilining soddaligi va chuqur falsafiyligi bilan millionlab kitobxonlar qalbidan joy olgan. Uning Nur borki soyabor asari ham shular qatoridan bo'lgan. Nur borki soyabor romani yozuvchining ilk yirik nasriy asari bo'lib, hayotdagi ezgulik va yumshoqlik, yovuzlik va adolatsizlik kabi azaliy qarama-qarshiliklarni ochib beradi. Asar insoniylik, vijdon, halollik va ruhiy poklikni ulug'laydi. Roman sarlavhasining o'ziyoq ramziy ma'noga ega. Hayotda nur kabi toza, halol insonlar bo'lgani kabi, soya kabi yashirin illatli, jamiyat rivojiga to'sqinlik qiluvchi shaxslar ham hamisha yonma-yon yuradi. Muallif inson har qanday murakkab vaziyatda ham o'z vijdoniga sadoqatli bo'lishi, halollik va adolat yo'lida chekinmasligi kerakligini ta'kidlaydi. O'tkir Hoshimovning jasorati shundaki, u aynan turg'unlik davri avj nuqtalariga chiqqan bir davrda bu romanni yaratdi. Turg'unlik davri illatlarini Sayfi Soqiyevich Sirojidin singari obrazlar orqali fosh etdi. Romanning bosh qahramoni Sherzod hali hayotiy tajribasi kam bo'lgan yosh jurnalist. U ham xalq dardi bilan yashaydigan odam va haqparvarlikni O'tkir Hoshimov singari o'ziga shior qilib olgan yigit. Yosh qalamkash Sherzod kasalxonaga tushadi-yu, hamma narsani pul bilan o'lchaydigan Sayfi Soqiyevich bilan hamxona bo'lib qoladi. Tabiatan sofdil, pok e'tiqod bilan yashashga o'rgangan Sherzod dunyoda yo zaring bo'lsin, yo zo'ring degan shior bilan yashaydigan bunday odamlardan nafratlanadi. Ikkovlarining o'rtasida keskin ziddiyat tug'iladi. Shu voqea sababli Sherzod jamiyatning butunlay boshqa, qora va yashirin qatlamlari, soyalari bilan yuzma-yuz keladi. U o'z kasbiy faoliyati orqali adolatsizlikka qarshi kurashishga, jamiyatda buzilgan ma'naviy muvozanatni tiklashga harakat qiladi. Bu yo'lda u ko'plab to'siqlar, shaxsiy yo'qotishlar va ruhiy sinovlarni boshdan kechiradi. Nur borki soyabor asari shunchaki bir davr voqeligini aks ettiribgina qolmay, balki har bir davr uchun dolzarb bo'lgan insoniy fazilatni ulug'laydi. U kitobxonni atrofga teranroq qarashga, insonlarning ichki dunyosini anglashga va hayotda doimo nur tomonga bo'lishga undaydi. Hayotning yorqin va qorong'u tomonlari haqida chuqur mulohazalar qilishga chorlaydi.